birinchi narsa siz nimaga SEOingiz bor ekan, siz qattiqqo'l bo'lishga majbur bo'lyapsiz. Ish boshqaruvchingiz bor. Ish boshqaruvchingizga agar polni topshirgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan u boshqatirish kerak-da, qattiqqo'llikni u qilish kerak. Siz biznes egasi sifatida qattiqqo'llik qilishingiz noto'g'ri bo'ladi. Endi qattiqqo'llik faqat o'sha top menejerga qo'yasiz. Uni ham aniq rejasi, kunlik aniq hisoboti bo'ladi. Hisoboti bo'yicha ketmayotgan bo'lsa, keyin qattiqqo'llik qilasiz. Endi nimada qiyinchilik bo'lyapti? Masalan, ishga vaqtida kelishmayaptimi, boshqami? SEOga KPI qo'yilganmiki? Yo'q. SEOga KPI qo'yilmagan. Hisobda yo'q, KPI endi KPI emas u, KPI hisobida misol chiqargan ishiga endi KPI deyilsa kerak, adashmasam. SEO sex nachalnikmi, SEOmi? To'xtang. Shuni struktura tuzilganmi, tuzilmaganmi? Yo'q. Ikkinchi savolim o'sha ikkiga o'qiganmisiz? Yo'q. Yo'q, bayat uxlaganman deydi. Bilaman, uxlab o'tirardingiz. Shunaqa.